stul ishlab chiqarmoqchi bo'lgan akalar uchun eng arzon profillarda sotiladigan joyda bo'lsa, ular yo'q bo'lsa, eng asosiysi qaranglar, qalinlik tushni holatda chiqadi. Ko'pchilik o'lchaydi, bunaqa machasi o'lchab qo'yadi, shuning uchun qalinlik ancha qalin ko'rsatadi. Shuning uchun mashina holatda, tikka holatda o'lchaydigan bo'lsa, razmerlari qalinlik tushni holatda hisoblab beradigan bo'ladi. Eng asosiysi agarda mana shu narsasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, bularni olmaganlar ma'qul bo'ladi bo'lsa, eng ishonchli 25 yildan beri o'sh faoliyatini yurgizib kelayotgan, ya'ni Metal Martda hozirgi kunda Qumtepada filiallar do'stlar. Xo'p, bu aka necha razmer hisoblanadi aka? Hop, 2x2 brutor profilimiz. Suvchilarga eng ko'p stul ishlab chiqarishlarimiz asosan olinadigan razmerlar 2x2 brutor, 2x2 08 uni sal teparoqda aka. Bular aka. O, demak, hamma ishlab chiqarishlarimiz uchun barcha yetarli mahsulotlarimiz mavjud aka. Xo'p, bu qaysi zavodniki hisoblanadi aka bularimiz? Ikkalasi ham Toshkent Tarliplaz zavodiniki. Tarliplaz zavodi. Qirralari, choklariga alohida e'tibor berib qo'yasiz aka. Juda ham zo'r do'stlar. Bukilganda sinmaydi, parchalarni boshqa xunuk holatga kelib qolmaydi profillarimiz aka. Zo'r do'stlar. Demak, sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishdan bo'lsa, stullar ham ancha yilga xizmat qiladi. Ancha yilga xizmat qiladi. Shuning uchun do'stlar, pastda nomerlar bor. ishlatish mumkin. Aloqaga chiqaversa, narxlari juda chiroyli holatda qilib berishadi.